2020-yilgacha Upworkda faqat hourly ishlar bo'lardi yoki fixed projectlar olsa bo'lardi. Klient kelardi, sizni ishga olardi va ishlagan soatingizga pulni to'lardi. Yoki qanaqadir fixed projectga dogovor qilardik, ishni olib qilaverardik. Lekin 2022-yildan Upwork Projects Based degan narsa qo'shdi. Bu xuddi Quark yoki Fiverrga o'xshaydi. Bu yoqda ham project based sotiladi. Bu degani qanaqadir dizayner bitta dizayn yaratdi va o'sha dizaynni bir necha kishiga sotib biladi. Masalan, ismini o'zgartirib yoki qanaqadir ranglarini o'zgartirib, o'zini custom rasmlarini qo'shib. Aytaylik, siz proyekt qo'shdingiz va proyektingizni 3 xil narxlab bilasiz. Birinchisi bu oddiygina hech qanaqa editlar ko'p qilmaysiz, ikkinchisi biroz yana edit qilasiz va uchinchisi customni qilishingiz mumkin. Quark ham, Fiverr ham shunaqa ishlaydi va Upworkda ham bu 2020-yildan beri bor. Lekin bu narsa biroz underrated, nazardan chetda qolgan. Bundan foyda bormi o'zi, ishlab olib bo'ladimi, yo'qmi? Va bu videoda aynan shu haqida gapiramiz. Men bir kichkina eksperiment qildim. Bu eksperimentda bir nechta proyektlar qo'shdim. Qani o'sha proyektlardan mijoz keldimi, yo'qmi? Okay. Profilimizga qarasak agar, men bu narsani qachon qo'shgan? Menimcha bir oldinroq qo'shganman va bundan ish olgandirman, borku. Primoy bundan olmagan bo'lsam ham, men shu proyektni bo'lgani uchun qanaqadir ish olgandirman. Men buni bilganim uchun qo'shgan, lekin o'shanda hali ham shubham bor edi. Okay, men profilimda allaqachon qanaqadir trading haqida narsa bor. Allaqachon Telegram haqida narsa. Bu Telegram uchun keldimi, yo'q profilimdagi informatsiya uchun keldimi, yoki men shu qo'ygan proyektim uchun keldimi? Keyin o'ylab qoldim. Okay, keyin вообще profilimda yozilmagan, portfolio qilmaganman va mijoz bilan bunaqa yo'nalishda ishlamaganman. Hech qanaqa keyword qo'shmaganman. Men shu narsani olaman u qo'shaman portfoliomga. Qani o'shandan qanaqadir job invite yoki men shu profilim tepaga chiqadimi, Shuni eksperiment qildim va mana bu proyektni qo'shdim. Va bu proyektni mana manage qilsak agar, bu proyektni qo'shganimga 2 kun yoki 3 kun bo'ldi. Ko'p bo'lgani yo'q va уже 4 kishi ko'rgan. Bu 30 kun deyapti, lekin buni qo'shganimga ko'p bo'lgani yo'q. Bu nima? Mani profilimni hech qayerda hech qanaqa game dev degan narsa yo'q yoki mini app degan narsa yo'q. You will get mini game app development. Buni to'ldirayotgan vaqtim men уже mini app developmentga yoki game devga hamma narsaga kerakli keywordslarni qo'shdim. Profilimda yo'q, lekin mana shuni nimasida bor. Masalan, bu yoqda keywordslar bor yoki men bu yoqda app purchase'ni ko'rsak bo'ladi yoki platforma, hammasini ko'rsak bo'ladi. Va 3 xil tayyor qildim, rasmlarini qo'shdim. Va nima deb o'ylaysiz? Menga kimdir yozdimi shunaqa yo'nalishda? Birta odam yozdi. To'g'ri, men bu ishni olmadim. Endi buni ishni olmaganimga ba'zi sabablari bor. Chunki bu meni qadriyatlarimga, men xohlaydim, shunchaki qadriyatlarimga to'g'ri kelmasligi uchun olmadim bu ishni. Kecha keldi bu ish. Kechasi bot development for PC games crash game. Men qo'ygan narsa ham bu o'sha kriptovalyutaga bog'liq edi, bot development edi, Men biror marta game development narsa olganim yo'q umrimda Upworkda. Men shu narsani qo'yganimdan keyin men shu invitation keldi. To'g'ri, bu yoqda qanaqadir XBet nimadirlarni so'rayapti. Oddiy qanaqadir bot bo'lardi, balki men bu ishni qilib berardim. XBet bo'lmasa agar, qimor yo boshqa narsa bo'lmasa, men bu ishni balkim olib qilib berardim. Lekin faktligicha qoladi. Mana shu proyektni qo'shganim uchun menga mijoz yozdi. Bu degani profilni maksimalni to'ldirishimiz kerak. Portfoliolarni qo'shish kerak. Kerak bo'lsa 20 ta portfolio qo'shish kerak. Projektlar har xil qo'shish kerak va projektlarni udalit qilib yangi projektlar qo'shish kerak. Upwork shunaqa qiyin joy, tasavvur ham qila olmaysiz. Men shu ishlarni qilgan odamlar, men shu vaqtini yo'qotganlar faqat ishni topa oladi. Xod yangi bo'ling, xod eski bo'ling, farqi yo'q. Ko'p mijozlar yangi kirib kelayotgan ko'p mijozlar yangi kundan kunga mijoz ko'payib ketyapti. Ko'pisi bilmaydi Upwork nimaligini, qanday ishlashini bilmaydi va o'sha vaqt siz lucky, omadli bo'lib sizni ishga olishi mumkin, shansi bor, bu realniy narsa. Okay, project to'ldirish, men qayerdan informatsiyani oldim, qanday to'ldirdim, bu haqida men private kanalimda, private communityda, Upwork communityda aytaman, yozganman va
bu videoni davomini ham o'sha yerda qo'yaman. Davomi ham emas, men shu prosesini ichkaridan qanaqa qildim, o'sha ideya qayerdan keldi, nimadan research qildim, hammasini o'sha o'zimni private community'mga qo'shaman. Umid qilaman, bu video sizga foydali bo'ldi. Siz ham boring, bir nechta projektlar qo'shib ko'ring, qani qaysilari ko'proq view olibdi, o'shanga o'xshashlari qo'shing, qanaqadir analiz qilib ko'ring, qani hozir nima trendda turibdi, o'shanga yarasha projektlarni qo'shing va profilingizni yaxshi to'ldirishni unutmang. Mijozni profilga olib kirish mumkin, lekin uni saqlay qololmasangiz agar shuncha olib kirganingiz zoya ketadi. Shuning uchun birinchi o'rinda profilni yaxshilab to'ldiring, portfoliolar qo'shing, testimoniallar oling va undan keyin mana shu projektlarni qo'shib, yana o'zingizni topga chiqaring. Rahmat, sog' bo'ling.